Hamdi meningki qarashim albatta ularninkidan farqli. Chunki bizning masalamiz har millat o'zining masalasiga qarash kerak-ku bu yerda. Albatta insonlarninki behuda o'lishi, o'ltirilishi, uningga hammamiz hissdoshlik bildiramiz. Shunday bo'lyapti deymiz. Ammo bizningki vaziyatimiz bunda tegini ilib aytgan chog'da ularninki vaziyatidanmi ig'ir bir ahvolimiz. Chunki bizningki bir qitim men degandim, nima bizning masalamizni nima Falastin masalasi bilan selishtirib, albatta Falastinninki o'zininki xalqininki haq huquqi bor, o'zining davlati bo'lishi kerak, erkin o'zi mustaqil davlatini qurish kerak. Bu yerda bizninkimiz uchoq uningga nima bo'lgan. Ammo biz hozir biz yo'q bo'lib ketish ehtimolligi kuchli bo'lgan bir millatmiz. Hozir mush siyosati, Xitoyning siyosati agar amalga oshsa, mushu shaklda mangsa, bizninki yo'q bo'lib ketish ehtimolligimiz nayt kuchli. Ularninki nimasi har kun ko'rinyotidi. O'lgan odam ko'rinyotidi. Yani şu televizyonlar şunu beryotidi, dunyo ko'ryotidi. Şununla dünyada bo'lgan hissdoshlik albatta u yerda cho'ng zulm bo'lyotidi. Ammo bu hissdoshlikni hassalab oshirib boradi. Ammo bizningki hech qanday unday sharoitimiz yo'q. Bizningki qorong'u zindonlarda qanday insonlarimiz o'lib ketib boradi. Kim buni bilyotidi hozir? Biz xuddi bizga ishdan bo'lmayotgandek, boshqa bir millat shunda nimaga uchrab ketib qolgandek, butun diqqatimizni ash tarafga berib, o'zimizningkini unutib kelyapmiz. Bunda qilmaylik. Biz zulmga uchrayotgan, biz yo'q bo'lish tahlikasiga qarshi bo'lgan falastinliklar yo'q bo'lmaydi. Atrofida 380 milyon o'zininki qarindoshi bor. Bularni hech qachon yo'q qilolmaydi. İsrail o'zininki balki yo'q bo'lib nupusi Falastinning texmi kuchayib, o ichidagi falastinliklarni qanday bir taraf qilish nimasini o'ylash kerak. Bizningki ahvolimiz ulardanmi ig'ir bir vaziyatda. Men shu bir nimani o'tganda bir turmada yetib chiqqan insonlardan birisi bilan anglagan. Hatta u bundaq turmalarda normal yatsa, bizninkilar to'pi bilan to'lgan uylarda yotadi. Bizninkilar putti qo'li urib chiqilib, aka bir nimada bir tomoqni bersa sho'r nimasi bor. Shuni sho'rpisi bor. Shuni bersa, shuni qo'li bilan ilib ichamay bizningki insonlarimiz. Qo'li bilan ilib ichish ehtimoli yo'q, chunki qo'lini sundirib atgan urib, putini sundirib atgan urib, aşı berib, istak berib, aşaga yetib, tili bilan aşı yalab animini, asuni istak aşındaq şekilde işçivatkan insanlarımız var. İşçide miniş ihtimali yok, put kulu sunup ketken. Muşi insanlarımız var. Bizninki ballarımızda appırıp, ana Xitayninki mekteplerine orunlaştırıp, Xitayning mektep nimeleri de şu yerda yatkızıp, özüninki tilini yakıgızmay, özüninki dinini ularga icra kılgızmay, hemme cihetten, ailesinden ayrı, dininden ayrı, tilinden ayrı, vatanidan ayrı yerlerge apırıp bularını şu yerda terbiyelep, Xitay kılıp çıkıvatıdı bularını. Bularını oylaylı. 10 yılın kim biz ne bulumuz? 10 yılın kim ballarımız biz bile gepleşemeydi. Hazır mı gepleşiş demesi kıyınçılık olayotgan gap. Bir muallim xat yazibdi bana, ben hazır dadam bile balam arasındaki tercümandım. Dadısı, onun dadısı Xitaycı bilmeydi, nevresi Uygurcu bilmeydi, ikisinin o'ttirisi da balanın dadısı tercüman buldu. Biz qaysi ahvolga tushib kelyapmiz, qanday bo'lyapmiz. Shuningga bu hozirgi sharoitda biz o'zimizning masalasiga fokus qilaylik. O'zimizning masalasiga diqqat qilaylik. Bütün kuchimizni
muşu vatanimizni, milletimizni Xitoyning qo'lidan qanday qutqizish. Biz hatta hazır kimne qandanim bo'lsin. Ba'zi nimalar bor, ochiq kas so'zlaydi. Hatto shayton bilan hamkorlashsam men vatanimni, millatimni qutqizish uchun hamkorlashilgan ishli bo'lsa, har qanday odam bilan hamkorlashib, vatanni qutqizaylik, millatimizni qutqizaylik. Ayada mushundaq bir tarixiy, mushundaq bir ahamiyatli islom yurti, musulmon yurti yo'q bo'lyotidi. Mechitlarimizning hamma chekilib, yo'q bo'lib, tarasxonaga aylanyotidi. Ayollarimizga bosqinchilik qilinyotidi. Qizlarimizni akitib boradi. Bularni o'ylagan chog'da bizning boshqa millatni o'ylaydigan fursatimiz yo'q, haqqimiz yo'q va hech qanday imkoniyatimiz yo'q. Shuningga bu yerda men mushu bizning qarindoshlarga nihoyatda hayron qolaman. Mushunda bir sharoit ostida o'zing irqiy qirg'inchilikka duch kelib, irqiy qirg'inchilik yuz berib, seni 11 davlat hozir Uyg'urlar qarshi irqiy qirg'inchilik bo'lyapti deb e'tirof qildi. Mushundaq bir e'tirof qilib, irqiy qirg'inchilik uchrab yo'q bo'lib kelib qolgan bir millat o'zininki ahvoli otarafga qilib, o'zining masalalari otarafga qilib, boshqa millatlarning masalasiga o'zininkida mujiqroq ko'ngil bo'lib ketib qolganligi bu bir insofsizlik. O'zimizga qaytaylik. Albatta biz o'zimiz ziyonga uchragan, o'zimiz zulmga uchragan bir millat bo'lgandan keyin har qanday zulmga uchragan millatga istoshlik bildiramiz. U Allohdan ularga osonlik berishini talab qilamiz. Ammo o'zimizning qo'limizda yo'q, o'zimiz boshqasiga muhtoj, o'zimiz yo'q bo'layotgan vaqt qolgan chog'da boshqa millatlarning ishlari bilan bunchalar mashg'ul bo'lmaydi.